o'ng tomon mana yo'li bu yoqda Chortoq mahalla, to'g'riga Metal zavod va Choshtepaga olib chiqib ketadi. Chap tomon Betonka toqqa olib chiqib ketadi. Chortoq mahallaning to'g'ridagi Xirariq arka mahalladan ichkariga kiriladi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uch bolalar. Hayteko'y nima deyapti? 1 sotuv 4 ta xonali 2 qavatli uyimizning narxi $67,000 azgina kelishadigan joyi bor. Manzil Jdanov Laylay mahalla arkadan azgina ichkariga kiriladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yo'ligimizda bemalol ikkita mashina sig'adi. 2 qavatli uy, yo'l yuzida joylashgan. Uyimiz tepli pol. Kiraverishimizda o'ng qo'lda kuxnya bo'lyapti. Kuxnya mebel o'zini joyida qoladi. Xo'p, sanuzel ko'rishimiz mumkin va birinchi qavatiga uyimiz eslatib o'tamiz 1 sotuq, ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi qavatiga chiqib olgan bo'lsa, o'ng qo'lda bitta родительский spalni, bu yerda mana bitta детский xonasi bor. Sanuzel. Yana bitta xonasi va ichkarida sanuzeli ham bor. Uyimiz yo'l yuzida joylashgan. Uyimizning narxini aytdik, manzilni aytdik, bizani kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar.